Our family consists of 7 people. My father, my mother, my 4 older sisters, and me. Oilamiz 7 kishidan iborat. Otam, onam, 4 opam va men. Oilamiz 7 kishidan iborat. Otam, onam, 4 opam va men. Oilamiz 7 kishidan iborat. Otam, onam, 4 opam va men. My father and mother are retired. Otam va onam nafaqaga chiqqan. Otam va onam nafaqaga chiqqan. Otam va onam nafaqaga chiqqan. My first sister Barno is an economist. Birinchi opam Barno iqtisodchi. Birinchi opam Barno iqtisodchi. Birinchi opam Barno iqtisodchi. My second sister Rano works in a bank. Ikkinchi opam Rano bankda ishlaydi. Ikkinchi opam Rano bankda ishlaydi. Ikkinchi opam Rano bankda ishlaydi. My third sister Laylo is an English teacher. Uchinchi opam Laylo ingliz tili o'qituvchisi. Uchinchi opam Laylo ingliz tili o'qituvchisi. Uchinchi opam Laylo ingliz tili o'qituvchisi. My fourth sister Donna is a doctor. Dona opam shifokor. Dona opam shifokor. Dona opam shifokor. I am a university student. Men universitetda talabaman. Men universitetda talabaman. Men universitetda talabaman. Bu suratda Barno opam otamning o'ng tomonida va Ra'no opamning chap tomonida o'tiribdi. Bu suratda Barno opam otamning o'ng tomonida va Ra'no opamning chap tomonida o'tiribdi. Bu suratda Barno opam otamning o'ng tomonida va Ra'no opamning chap tomonida o'tiribdi. My sister Donna is sitting on the left side of my father and on the right side of my sister Laylo. Dona opam esa otamning chap tomonida va Laylo opamning o'ng tomonida o'tiribdi. Dona opam esa otamning chap tomonida va Laylo opamning o'ng tomonida o'tiribdi. Dona opam esa otamning chap tomonida va Laylo opamning o'ng tomonida o'tiribdi. Men suratda otamning oldidaman. Men suratda otamning oldidaman. Men suratda otamning oldidaman. Oilamiz 7 kishidan iborat. Otam, onam, 4 opam va men. Otam va onam nafaqaga chiqqan. Birinchi opam Barno iqtisodchi. Ikkinchi opam Ra'no bankda ishlaydi. Uchinchi opam Laylo ingliz tili o'qituvchisi. Dona opam shifokor. Men universitetda talabaman. Bu suratda Barno opam otamning o'ng tomonida va Ra'no opamning chap tomonida o'tiribdi. Dona opam esa otamning chap tomonida va Laylo opamning o'ng tomonida o'tiribdi. Men suratda otamning oldidaman.